Ustaxonaga kelganiga qancha bo'ldi? Ikki haftacha nimalar o'rgandingiz? Ko'p narsani o'rgandim. Masalan, Sut o'g'lashdi, akkumulyatorlarni. akkumulyatorda necha volt ularga? Ko'plar. Qancha? 30 kilo. Yo'q, akkumulyator 12 volt bo'ladi. Adashib. Mashina qancha zaryad beradi? Necha zaryad beradi? Necha volt zaryad beradi? 12 volt. Sizlarga testirda o'lchaylar deganimda qaramayapsizlar mana shuni. Qarama qo'lingizga. 14 volt beradi. Dinamo. Hop, kontrolga yasanglar dedim, yasadingizmi o'zingiz bir mustaqil? Sen qo'shilolmi, ha? Ezmayapman. Akani tushuntiring, bu qayerga nima qilasiz, qayerda yonadi? Tok ketadigan temirga ulanadi mana bu. Keyin mana tok tekshiradi bu yerda. Uchi bilan toklar chiqmayotgan joy, tok kelayotgan tekshiradi. Mana bundash. Mana buni qayerga qisasiz ekan? Tok ketadigan temirga. Tok ketayotgan temirga. Bunga ham tok bersiz yonadimi kontrolga? Yo'q. Temirga ulash kerak. Temirga? Ha, mashinada. Temirda tok bo'ladimi? Yo'q. Bo'ladi, ko'plarda. Abdulla akaning, siz ertaroq kelgansiz-a? Mana tushuntirib bering. Mana qanaqa nima qilsa yonadi. Bunisini Nosirlar akaning sizdan so'rayman hozir. Tushuntiring. Tushunib oling siz. To'xtab turing, boshqatdan tushuntiring, ha. Mana bu minusga ulanadi, bunisi plusga ulanadi. Mana masalan, bunisini mana bu yerga ulab turib, bitta ham minusni plusni ulasak, tok bormi, tok yo'qligini aniqlayveradi. Qaysini minus kulasiz ekan? Buni Bu lampochka spiral bo'lganligi sababli mana qarang. Buni minusga, mana plusga bersiz ham, yo mana minusga, bunisini plusga bersiz ham, naborot qilsangiz ham yonaveradi, mana spiral. Bu diodli bo'lsa agar, diodli bo'lsa yonmaydi, faqat bitta tomon minus, bitta tomon plus bo'ladi. Mana u naborot qilsangiz ham yonaveradi. Tekshirish oson bo'lishligi uchun, qulay bo'lishligi uchun mana uni minusga beramiz. Mana unda tekshiramiz biz. Xo'pmi? Mana shuni bilib olinglar. O'rganib oldingizmi Nasrullo? To'gara kim olib keldingizmi? nima deyman? Aytaymi? Yaxshilab tushunib oling, xo'pmi? Keyingi safar so'rayman, xo'pmi?